Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan uzum kesish haqida gaplashamiz. Orifjon aka, uzum kesishda nimalarga e'tibor berish kerak? Avvalambor assalomu alaykum. Uzum kesishda birinchi navbatda navini bilish kerak. Naviga qarab kesiladi. Hozir bu ko'rib turganimiz bu gigant uzumi, Samarqand giganti, Qo'shrobod giganti deymiz biz mahalliy tilda. Birinchi navbatda bu yertokda kesish usuli boshqacharoq bo'ladi. O'sha shpallerga chiqayotgan uzumlarda kesish usuli boshqacharoq bo'ladi. Yertokda birinchi navbatda eng tagdan kelgan novdalarni olib tashlashimiz kerak. Eng tagidan, ya'ni yerga tegib turgan novdalarni olishimiz kerak birinchi navbatda. Mana shu ham tagidan kelgan, buni ham olib tashlaymiz. Mana, buni ham olib tashlaymiz, mana. Faqat ustki tomoni qoladi. Ha, ustki. Iloji boricha imkon darajasida yerga tegmay turish kerak. Keyingi masala gigantda juda qisqa kesiladi, kalta qo'yish kerak. Bu qora kishmishga o'xshab uzun qo'yilmaydi novda. Keyin hosilni ko'ra bilish kerak. Hosillar mana shu paxtaga o'xshab turgan narsalar o'sha hosil novdalar hisoblanadi. O'shanda biz mana gigantda mana shuncha uzun qo'yish kerak emas gigantda. Uzumni boshlari mana shu kundaga, ya'ni zangga yaqin turish kerak. O'shaning uchun juda qisqa kesamiz biz. Endi savol tug'iladi. Buni shpallerga chiqaraman deyapsiz. Buni qanday shpallerga chiqarasiz? Yerda yuzida turgan bo'lsa buni debdi. Kelajakda buni masalan o'rtaga shpaller qo'ydik. Shpallerga qo'yganimizda yaxshi novdani tanlab olamiz. Yaxshi novdani. O'sha yaxshi novda orqali buni masalan yaxshi novda mana shuni qoldiramiz uzunroq qilib. Qolgan hammasini olib tashaladi, ha? Qolganlarini ham bu yilcha turib turadi. Tagidan yertok sifatida hosil olib turamizda. Keyin buni o'sha shpallerga ko'tarib, kelasi yilga zang holatga kelganda, bu kunda holatga kelgandan keyin qolganlarini arra bilan olib tashlaymiz kattalarini. O'shanda ham 1 yildan vaqtdan yutqizmaymiz, ikkinchi yilga o'sha bundan hosil olib boshlaymiz. Nimalarda bugun odamlar xato qiladi? O'zi kim kesish kerak? Istagan odam kesishi mumkinmi? O'zi uzumni o'sha birinchi navbatda navini bilish kerak, birinchi navbatda, ikkinchi navbatda o'sha hosilini ko'ra oladigan inson kesish kerak buni. Ya'ni mutaxassis kesish kerak. Istalgan odam kessa bo'lmaydi. Istalgan odamga bo'lmaydi. Bizda avvalambor muhitga qaraladi. Bular ko'miladigan bog'lar hammasi, chunki havomiz sovuq. O'shaning uchun hozir mana uzumlar o'ziga mana shu gormon yig'adi bular, mana bariklari sarg'ayib, o'sha o'zini bildiradi, qachon kesish kerakligini. Bariqlar to'kilganda, даже sovuq urganda kesishimiz kerak. Hali mana bog'larimiz kesilmagan. Ozgincha vaqtdan keyin, bir haftadan keyin kesib boshlaymiz buni. Boshqa uzumlarda, qora kishmishlarda uzunroq novda qo'yamiz. Qora kishmishlarga, masalan, bunga nisbatan mana uzunroq novda qo'yamiz. Keyin hozir bunda ko'rinmayapti, chundak usullari bor. Mana bunda yo'q ekan, bu novdamizda. O'sha chundak usullaridan ham foydalanib kesamiz. O'shanda yerdan ko'tarib olish, maqsad yerga tegmay ko'tarib olish. O'sha uzumni hosillari yerga tegmaydi. Yerga tegmaganda o'sha zamburug'li kasalliklar bo'lmaydi. O'shaning uchun shpallerga обязательно chiqarish kerak buni. Hosildorlikka ham ta'sir qiladi. Albatta hosildorlikka ta'sir qiladi. Noto'g'ri kesish o'zi kesishda, qaychi ishlatishda hamma narsa, hosil olish, qaychi ishlatishda bo'ladi. O'shaning uchun kesishda mutaxassis bilan maslahatlashib kesgan ma'qul deb hisoblayman.